Ogoh bo'ling, barcha o'zbekistonliklar jiddiy ogohlantirildi. Joriy yilning 4-7 aprel kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet ogohlantirish e'lon qildi. Quyidagi hududlarda sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyati: Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlari. Surxondaryo viloyati: Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Devon, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrobod tumanlari. Samarqand viloyatida esa Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlari. Navoiy viloyatida Xatirchi, Navbahor, Nurota, Ko'nmex, Karmana tumanlari. Jizzax viloyati: Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlari. Toshkent viloyati: Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlari. Namangan viloyati: Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yakkaqo'rg'on tumanlari. Andijon viloyati: Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlari va Xonobod shahri. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi.